aziz o'g'il-qizlarim, izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Baxt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. Hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli yoshlar, sizlarning guvohligingiz ostida bugun cheksiz va hurmat va ehtiromlar ila davramiz markaziga kirib kelayotgan tumanimiz hokimi Umidjon Isayevich Barnoyev biroz qarsaklar bilan boshlab qo'yamiz. Assalomu alaykum qadrli yoshlar, aziz tumandoshlar. Mamlakatimizda hurmatli prezidentimizning bevosita tashabbuslari bilan yoshlarga e'tibor, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Barchangizga kuch-quvvat, so'nmas shijoat, omad va muvaffaqiyatlar tilayman. Xalqimning siz ko'zu qoshlari, ilmning eng oqil boshlari, aqlga, qudratga to'lgansiz yangi O'zbekiston yoshlari. Xalqimning siz ko'zu qoshlari, ilmning eng oqil boshlari, aqlga, qudratga to'lgansiz yangi O'zbekiston yoshlari. Jafolat ko'ksiga zar bitar, olamni o'ziga jalb etar, ilmlar dunyoni zabt etar. Yangi O'zbekiston yoshlari, ilmlar dunyoni zabt etar. Yangi O'zbekiston yoshlari. Egilmasdik mag'rur boshlari, tegmaydi malomat toshlari. Ellik qaddi osmon etgay yangi O'zbekiston yoshlari. Ularning iqboli beqiyos, yurt osmon yigit qiz oy quyosh. Ularning iqboli beqiyos, yurt osmon yigit qiz oy quyosh. Yurt boshiga doim yelkadosh yangi O'zbekiston yoshlari. Yurt boshiga doim yelkadosh yangi O'zbekiston yoshlari. Vatanning marvarid ham nuri, ko'zlarining quvonchi ham turi, bugunning Navoiy Boburi yangi O'zbekiston yoshlari. Ertaning Navoiy Boburi yangi O'zbekiston yoshlari. Egilmasdik mag'rur boshlari, tegmaydi malomat toshlari. Ellik qaddi osmon etgay yangi O'zbekiston yoshlari. Egilmasdik mag'rur boshlari, tegmaydi malomat toshlari. Ellik qaddi osmon etgay yangi O'zbekiston yoshlari. Yangi O'zbekiston yoshlari.